Yarim santiga ham adashib bo'lmaydi. Yarim santiga adashsalaring, hop akalar, yaxshimisizlar? Bizga Xitoyda mashinasini, anaqadir mashinasini rezorini yechib kelishibdi Shopir akamiz. Karennoy sinib ketibdi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Sinib ketgan. Ko'p yurganlar hisobiga Patkarennoyni ham yorib qo'yibdi akalar. Magazinni rosa og'tarishibdi, tovushalmabdi akalar. Magazinda yo'q ekan, o'zinglar yasab beraverasizlarmi, tochni razmeriga chiqarib deyishdi. Mana biz chiqarib berdik akalar, ko'rishingiz mumkin. Bir xil qilib oldilarini qayirib qo'yib Patkarennoy chiqarib berdik akalar. Tochni razmeriga chiqarib berdik. Karennoyni tochni razmeriga chiqarish kerak oldin akalar. Yarim santiga ham adashib bo'lmaydi. Yarim santiga adashsalaring, kardanni qaltiratadi, balon yeydi. Ko'p joylarga ziyoni bor. Iloji boricha oldini tochni qilish kerak akalar. Tochni qilib chiqarib berdik. Arqayu baldaqda yurgan narsa aqabaqajinda farq qilsa bo'laveradi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Karennoy masalasida, Patkarennoy masalasida qiynalib yurgan bo'lsalar akalar, kelaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab beraveramiz akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.